تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana hamma shu yerda o'tiribdi. Nima deb o'tiribdi bu yerda o'tirganlar? Pul deb keldim biror. Yo'q. Ovqat deb keldimi biror? Yo'q. Biror bir dunyoviy bir g'araz, dunyoviy maqsad deb keldimi biror? Yo'q. Allohning roziligi deb kelindi. Mana shu qorong'i kechalarda qadam bosib kelgan kishilarga, Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilarga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday bir bashoratlari bor. Qol alayhi vasallam: "Bashiril mashayina fi zulamil layli ila masajidillahi bi nurit tawammati yawmal qiyamah." Qorong'i kechalarda Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilar uchun qiyomat kunida mukammal nur berishlik bashoratini bering dedi. Modomiki mana shu qorong'i kechalarda masjidga qadam bosib kelishligidan maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, mana shu bashoratni ostiga kiradigan bandalardan qilishni Allohdan so'rab qolamiz. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ya'juj va Ma'jujlarning qanchalik sanoqi ko'p ekanligini bayon qilib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey Odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" deydi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y deydi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi: "Parvardigori, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi: "Har 1000tadan 999 tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999 ta odam do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi yana. Bu hadis sahobalarga og'ir keldi. Ular aytishga: "Ya Rasululloh, unda umid qayerda qoladi? Allohning rahmatidan umid qayerda qoladi? Bu omonlikda kim bo'ladi?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shu vaqtda go'dak qariydi. U kunda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani, yo'rgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar deydi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilarki, albatta sizlardan bo'lgan yana ikki toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Ya'juj va Ma'juj. Ya'ni mana shu 1000 tani ko'proq qismi Ya'juj Ma'jujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi, 999 tasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta Ya'juj Ma'juj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi. Ya'ni ular ham Odam alayhisalom zurriyotidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj va Ma'juj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisini oqlab kelgandek, shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Ya'juj va Ma'jujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Ya'juj va Ma'juj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayapti birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan ummahatul mu'minin. Zaynab onamiz aytadi: Kunlarda birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqqan, bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Ya'juj va Ma'juj to'sig'idan mana bunchalik teshildi deb Ibhom va Sabboba barvolarini birlashtirib shunday halqani tuzdi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik
Shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, "Ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laveramizmi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh ha deb javob berdi. Agar habas ko'payib ketsa, ya'ni habis gunoh ma'siyat ko'payib ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyatda yashagan bo'lsa, shu niyatni ustida tiriladi. Yajuj Majuj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Yo yerda ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falon odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Yajuj Majuj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adadlari ko'p deydi. Hech qaysi olim falon joyda ular falon millatdagi odamlar aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi. Xuddi Dajjolga o'xshaydi. Dajjol ham odamlar ichida odamdaqa yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunda chiqib keladi Dajjol bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada? Suratni qarasanglar, Nuh alayhisalomning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofis. Shularning ichida ana shu Yofisdan ketgan zurriyotiga turklar, Xitoylar va Yajuj Majujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Yajuj Majuj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhisalomning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu alam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjoldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhisalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi deydi. Yajuj va Majuj har bir tepalikdan suv singari oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerni o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhisalom Shomda bo'ladi. Payg'ambar Iso alayhisalomga tog' olib chiqib ket deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Yajuj va Majujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasululloh aytadilar: Yajuj va Majujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketayotib, qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, ha, ma'da ko'l bo'lgan ekan deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adadining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun 1000tadan 999 tasi ana shular deb aytilyapti, vallohu alam. Yajuj va Majuj kelib Iso va u bilan birga bo'lgan mo'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mo'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan hech narsa qolmaydi degani. Yegili hech narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo, Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Yajuj va Majuj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Yajuj va Majujlar ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhisalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Yajuj Majujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'lg'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan haqida deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan hech kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik. Endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladida osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir irodasi. Shunda aytishadi, biz Allohni o'ldirdik deydi. Nauzubillah. Shunda ularning qo'lida turib iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Yajuj va Majuj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso
va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi. Yajuj Majuj ham siz bilan o'ziga o'xshagan go'shtdan, suyakdan iborat mahluq ekan. Avtomat bor, tanka bor, kallaga keladi, raketa bor, ana ximik bir qandaydir qurollar bor. Shu bilan yo'q qilsa bo'lmaydimi degan savol o'tadi kallalardan. Birodarlar, Alloh alam, o'sha davrga borib payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh alam u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? İnsanlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak, biz unga iymon keltiraveramiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Yajuj Majujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysisi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik, son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Yajuj Majujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Yajuj Majujning ustiga, bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har bitta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif maxluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Yajuj Majujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zining quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch-quvvatiga boyligi ishonib bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishligi kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Yajuj va Majujning hammasi bir kishi o'lganiga bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Yajuj va Majuj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xabarab keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoyi kishilardan bittasi tushadi-da, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan Yajuj va Majujning jussalari yotganligini ko'radi. Chiqib Iso va musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lgandek o'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mu'minlar tog'dan yerga tushadilar. Yajuj va Majujni sassiq badbo'y hidlaridan holi bir qaricham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalari yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkila. Iso alayhisalom yana duo qiladi. Parvardigoro, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Yajuj Majujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun, ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarning bo'yni tuyani bo'ynidan uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Yajuj va Majujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga borib tashlab yo'q qiladi. Okeanmi, dengizmi, Allohu alam. Chunki hali yer yuzini ham siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas Alloh taolo xohlagan joyga borib tashlaydi, shu bilan Yajuj Majuj tugaydi. Lekin hid qoldi. Hidi qoldi. Yana Iso alayhisalom va mu'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'lyapti hamma yo'q. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib, xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Yajuj va Majuj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Yajuj va Majujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi, lekin mana shu balolar kelguncha bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasiz ichingiz erib ketadi bu narsalarni eshitib turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimning oldida odil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi. Iso alayhisalom yagona podshoh, yagona hukmron bo'ladi. Islomdan boshqa dinni qoldirmaydi. Yo islomni qabul qiladi yoki qatl qilinadi. Sadaqani tashlab qo'yadi.
Ya'ni barakat shunaqa yoyilib ketadiki, sadaqa beradigan odam ko'p, lekin sadaqa oladigan odam umuman qolmaydi. Sadaqa oladigan odam qolmaydi, sadaqani tashlab qo'yadi. Qo'y yoki tuyani haydashga hojat qolmaydi. Birodarlar, ishlashga hojat qolmaydi. Alloh taolo baraka berib qo'yganligidan ozgina yegan cho'piga hayvonlar semirib ko'payaveradi. Haydab alohida boqishlikka hojat qolmaydi. Odamlar orasida gina kuduratlar ko'tariladi. Xuddi suv yuvib tashagan kir ketgandek. Odamlar bir-birlariga xuddi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rganda yaxshi ko'radigan munosabat bilan muomala qiladi. Bu qanday zamon ekan? Bu qanday zamon ekan? Ko'chaga chiqib turib g'ashiz keladigan birorta odamni ko'rmaysiz. Kimni ko'rsangiz qalbingizda bir iliqlik bor. Sizni kim ko'rsa tabassum bilan kelib ko'rishadi. Payg'ambarimiz aytgandaqa xos salom emas, taniganiga ko'rish bor. Assalomu alaykum. Tanimagan odamga salom berish yo'q. Gina kudurat qolmaydi. Hatto har bir zahar egasi bo'lgan jonivorni og'zidan zahar olib qo'yiladi. Zaharli hasharotlar, ilonlar chaqmaydi. Payg'ambarimiz hadisida davom etadilar, yosh bolalar ilonda og'ziga qo'llarini tiqib o'ynashadi deydi. Bo'yinlari yilib, xuddi bir monchoqni singari o'ynashadi. Zahar olib qo'yiladi. Nima uchun? Odil hokim Iso alayhisalom podshoh bo'lib turibdi. Eslanglar, Umar ibn Abdul Aziz 2 yil 4 oy xalifa bo'lib turdi. Adolat qildi, barakat yer-yerga shunday yog'ilib ketgan edi. Adolat bo'lgan joyda, taqvo bo'lgan joyda Alloh taoloning barakati yog'iladi. Agar ahli qishloq dedi Alloh taolo, qishloq ahli taqvo qilib Alloh taolodan qo'rqqanida osmondan ham yerdan ham barakani to'kib qo'yardi deydi. Demak, barakani kelishligi taqvoga bog'liq bo'ladi. Allohdan boshqaga ibodat qilinmaydi. Tavhiddan boshqa narsa qolmaydi. Shirk, kufr qolmaydi. Urushlar tugaydi. Chunki bitta podshoh, bitta din. Yer ekinlarini Odam alayhisalom zamonidagidek o'stiradi. Odam alayhisalom bo'yi necha metr edi? Odam alayhisalom zamonidagi bir shingil uzum qanaqa bo'lardi? Xuddi shunday bo'ladi deyapti Rasululloh. Hatto bir shingil uzumni olishlikka, bir necha kishi ovora bo'ladi. Va mana shu bir necha kishi bir shingil uzum bilan qorni to'yadi deydi. Bir qancha kishi dedi Rasululloh, bitta onorning ustida jamlanadi va bitta onor 10 ta odam to'g'izadi qornini. Bu qanday barakat, qanday bir omonlik hayoti. Gina kudurat yo'q, urush janjal yo'q, zaharli hayvon yo'q, ishlash yo'q, barakatni qarang. Yajuj Majuj, Dajjal fitnasidan keyin odamlarga Alloh taolo tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni mukofot qilib berdi. Fitnadan sobit chiqqanlar kishilar uchun. Sigir arzimagan baho bo'ladi. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamning qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik, Alloh taoloning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yengillik bor, har bitta mashaqqatning yonida ham yengillik bor. Shu mushkulalardan o'tgan kishilarga Alloh taolo shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi, so'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki, o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya. Iso alayhissalom tili bilan Alloh taolo aytadi. Iso aytadi: "Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur." Ya'ni o'ladigan kunimda muzore siyg'asida, kelajak siyg'asida gapirilyapti. Iso alayhissalom o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida, Iso alayhissalom yashagan davrda nasroniylik nihoyasiga yetadi. Iso alayhissalom nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom, ibodati islom, hukmi shariat islomiyya bo'ladi. Islomdan boshqa din qolmaydi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu kunlarning birida Tavrotdan bir sahifani Umar ibn Hattob ushlab o'qib turgan bo'ladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir ranglari o'zgarib ketib, "Ey Hattobning bolasi, meni risolatimda yana shubhang bormi?" deydi. Allohga qasam, shu sahifani egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa ishi bo'lmasdi deydi. Ya'ni islomdan boshqa agar Iso alayhissalom kelar ekan, Muhammad alayhissalomga ergashgan atbolardan bo'ladi xolos. Imom Muslimda keltiriladi, Iso alayhissalom Baytul Atiqni ziyorat qiladi.
Hadislarda keladi, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Iso ibn Maryam haj va umra qilgan holida Allohni ulug'laydi. Bizda hajimizni ado qiladi, biz umramizni ado qiladi. Musulmon bo'lib payg'ambarimizga ummat bo'ladi. Iso alayhisalom vafot etdi. Dajjal, Yajuj Majuj, Iso alayhisalom tushligi, shu fitnalardan keyin bir qancha vaqt xotirjamlik hukm suradi. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, "Ey odamlar, nima kerak yana sizlarga? Menga iymon keltirishliklari uchun, oxiratga tayyorgarlik ko'rish, yana nima qilib beray?" degan savolni beryapti. Lekin insonlar keyin yana kufrga qaytadi. Mana shuncha ishni ko'rib turib, hali esdan chiqarmagan avlod yana ayni ishlaydi boshlaydi. Yana odamlar bidatga qaytadi. Shayton yangitdan ishini boshlaydi. Kufr yana zohir bo'ladi. Fasod avvaldan tarqaydi. Insoniyatni yana hayoti boshidan boshlanadi, toza bo'ladi. Xuddi Odam alayhisalom davrida boshlangandaqa. Odam alayhisalom tushganda yerda shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safarga shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki, kecha yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjal, Yajuj Majuj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mo'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarni yo'lini to'sadigan buyuk alomatlar boshlanadi. Endi buni buyog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli amal qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb, dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiqquchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonning chiqishligi. Inshaalloh bu to'g'rida ertaga suhbat qilamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.